Сегодня я была на семинаре у Азизы Тузбуджаевой. Мне очень понравилось. Сегодняшняя наша тема была Шукрон Али. Я получила очень много полезной информации. Спасибо вам за те знания, которые вы мне сегодня дали. Aziza Tashqijayevani men shogirdlari bilaman, onlayn ko'p o'qiganman darslariga. Endi esa seminarlarga keldim, juda ham xursand bo'ldim o'zlarini ko'rib. Endi ustoz va shogird kurslariga birgalikda o'qimoqchiman. Bugun Aziza Tashqijayevning 3-seminariga qatnashishim qizlar. Shunaqa ham chiroyli seminar o'tyapti. Juda ham chiroyli gaplar bo'lyapti. Shunaqa ham chiroyli maslahatlar bo'lyapti. Shukronalik yanada shukronalik qilish hissiyoti yanada uyg'onyapti. Hammaga assalomu alaykum. Bugun Azizaxon Tashqijayevani Shukronalik mo'jizalari seminarlariga yana keldim. Juda ham zo'r ma'lumotlarni oldim. Yanada o'zim shukrli bo'ldim. Barcha ayol qizlarimizga Azizaxon Tashqijayevani seminarlari yoki nonushtalariga bir marta bo'lsa ham qatnashib ko'rishni maslahat berib qolaman. Aziza Tashqijayevani ijtimoiy tarmoqlarda juda ham ko'p kuzataman, darslariga qatnashganman. Menga juda ham yoqqan darslari, u kishini fanatlariman. Emotsiyalarim juda ham zo'r. Men Azizaxon Tashqijayevani treninglarga qatnashyapman. Bu birinchi trening emas. Buxoroga ham boshqa joyga qayerda kelsalar ham treninglarga qatnashga harakat qilaman. Olam quvonch olib ketaman.